O'ziga assalomu alaykum. Siz o'ziga charchamayapsizmi? Bu sohada necha yildan beri ishlaysiz? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan beri ishlaysiz. 1 yil bo'lib qoldi. Inshaalloh. Yo'lanishlar qalay? Farg'onaga, Samarqandga boramiz. Zo'r yo'lanish. Zo'rlar yo'lanishlar. Hammaga tavsiya qilaverasiz, Tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Xudoga bemalol xizmatda bo'lsin. bo'ldi. Sog' bo'ling. Endi bu akamizdan suhbatlashamiz, aka. Mana shu telefonda olasiz. Inshaalloh. Tuzimsiz. Aka, hayotingizda eng unutarli va unutarsiz voqea qachon bo'lgan va unutilmas voqea kecha kuni bo'ldi. Namangandan bir kishi bormiz, Samarqandga chiqib bordik. Bir kishi turgan ekan. Bir kishi. Bir kishi biz bilan va bir kishi sen bir kishi o'zim bosaman dedi. Billa ketdik, shu bordik. Qiziq voqea 500 dollar pul berdi. Bitta olmada o'tiribmiz bolalar bilan. Birgalikda. boshliqlarni ham chetda ekan, Boshliqlar ham chetda. Boshliqdan ham intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Boshliq siz ekansiz. Ish faoliyatida olib yurganingizga necha yil bo'ldi? Ish faoliyatini olib borayotganimizda yo'q, to'g'risi yil bilan 8 yil bo'ladi. Yoningizda akamiz shopirlar, Benitsi akamizdan biroz. Hayotingizda eng unutarli va unutarsiz voqealar nima bo'lgan? Bizda endi unutadigan, unutmaydigan voqeani so'raydigan bo'lsangiz, biz yangi kelganlarni unutmaymiz. Bizdan chiqib ketganlarni unutamiz. Mashalloh. Sizga telefon qilishyapti. Do'stlar, eshitdilaring. Ana shunaqa gaplar. Farg'onadan Samarqandga bemalol nomer qo'yib ham pastga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ziga assalomu alaykum. Siz o'ziga charchamayapsizmi? Rahmat. Bu sohada necha yildan beri ishlaysiz? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan beri ishlaysiz. 1 yil bo'lib qoldi. Inshaalloh. Yo'lanishlar qalay? Farg'onaga, Samarqandga boramiz. Zo'r yo'lanish. Zo'rlar yo'lanishlar. Hammaga tavsiya qilaverasiz, Tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Xudoga bemalol xizmatda bo'lsin. bo'ldi. Sog' bo'ling. Endi bu akamizdan suhbatlashamiz, aka. Mana shu mikrofonda olasiz, inshaalloh. Tuzimsiz. Aka, hayotingizda eng unutarli va unutarsiz voqea qachon bo'lgan va Unutilmas voqea kecha kuni bo'ldi. Namangandan 4 kishi borib Samarqandga chiqishimiz kerak, bordik. Borsak, bir kishi turgan ekan. Bir kishi. 4 kishi biz bilan va bir kishi sen 4 kishini o'zim bosaman dedi. Billa ketdik, shu bordik. Qiziq voqea 500 dollar pul berdi. Mana shu bitta olma qilib o'tiribmiz bolalar bilan. Birgalikda. Boshliqlarni ham chetda ekan, Boshliqlar ham chetda. Boshliqdan ham intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Boshliq siz ekansiz. Ish faoliyatida olib yurganingizga necha yil bo'ldi? ish faoliyatini olib borayotganimizda yo'q, to'g'risi bu yil bilan 8-yil bo'ladi. 8-yil bo'ladi. Yoningizda akamiz shopirlar, Shopirlar Benitsi akamizdan biroz suhbat. Assalomu alaykum. Hayotingizda eng unutarli va unutarsiz voqealar nima bo'lgan? Bizda endi unutadigan, unutmaydigan voqeani so'raydigan bo'lsangiz, biz yangi kelganlarni unutmaymiz. Bizdan chiqib ketganlarni unutamiz. Mashalloh. Sizga telefon qilishyapti. Do'stlar, eshitdilaring. Ana shunaqa gaplar. Farg'onadan Samarqandga bemalol nomer qo'yib ham pastga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.